Taniqli aktrisa 88 yoshini qarshi oldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like hamda podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston xalq artisti, teatr va kino aktrisasi Rixsi Ibrohimova 2025-yilning 29-dekabr kuni 88 yoshni qarshi oldi. Ushbu munosabat bilan uzoq yillar davomida teatr hamda kinoda yuzlab obrazlarni gavdalantirgan aktrisaning hayot yo'liga nazar tashlaymiz. Rixsi Ibrohimova 1937-yilning 29-dekabr sanasida Toshkentda tavallud topgan. Uning oilasida san'atkorlar yo'q, ammo otasi adabiyotni yoqtirgani va sibizg'a chalishni yaxshi ko'rgani yaxshi eslaydi. Otam rahmatli onasidan erta ayrilib, o'gay onaning qo'ynida ulg'aygan, ammo oilada bir-birlariga nihoyatda mehrli bo'lishgan ekan. Men tug'ilishimdan avval Taxtapuldagi ota hovlisidan yangi uy yerga ko'chib o'tgan ekan. Yangi hovlida tug'ilganim uchun rizqli qiz tug'ildi. Ismini Rixsixon qo'yamiz degan ekan. Otam oddiy ishda ishlasa ham nihoyatda ilmli inson edi. Qatag'on yillari qanchalik og'ir kechganligini yaxshi bilasizlar. Hatto o'tgan kunlar asarini ham o'qishi mumkin emasdi. Otamda esa mana bu shu kitob bor edi. Asarni rus tilidagi tibbiyot kitobining ichiga solib qo'yardi. Bir qaragan inson uni o'tgan kunlar deb bilmasdi. Shu bilan birga u har doim yashirincha saqlanardi. Kech tushganda qo'ni-qo'shnilar uyimizga chiqishardi va otam kitobni o'qib berardi. Bundan tashqari otam sibizg'a chalishni yaxshi ko'rardi. Tunda chalib bergan va bir uy qo'shnilar bilan tinglaganimiz kechagidek esimda, deydi aktrisa. Aktrisa bolaligi qiyin kunlarga to'g'ri kelgani, nonni o'lchab yeyishgani va tasodifan urushdan qaytgan o'liklarni ko'rib qolgani haqida so'zlab beradi. Hozirgi yoshlarga bolaligim haqida so'zlab bersam xuddi ertak eshitayotgandek bo'lishadi. Oilada 7 ta farzand bo'lganimiz uchun hamma narsa o'lchoqlik edi. Onam kechga hammamizga bir burdadan non berib, hammasini yeb qo'ymagin, ertaga maktabga olib ketishing kerak derdi. Odamlar faqat qorin g'amini yerdi. Onam otasi shuncha bolaning to'yini qanday qilamiz, sandiqqa bir ro'mol ham tashlab qo'ymadim deb kuyunib gapirsa peshonasiga bersin, hozircha qornini to'ydirib turaylik, bir gap bo'lar derdi. Teatrga birinchi marta kelganimda 16 yoshda edim. Shundan buyon 71 yil davomida sahnada bo'ldim. Yoshligimdagi hayotim butunlay boshqacha o'tgan. Agar sahnadagi ijodiy faoliyatimga nazar tashlaydigan bo'lsam, teatr va kinodagi hayotimning har bir yili, kuni, hatto daqiqasi ajoyib o'tgan. Ijro etgan obrazlarimning hammasini yig'sak bir jahon bo'lsa kerak. Teatrimizga birinchi tamal toshini Hamza Hakimzoda Niyozga qo'ygan. Shu inson ko'plab ustozlarimiz bilan birga ish boshlagan. Milliy akademik teatrlarimiz ilgari Hamza teatri deyilardi. Shu dargohdagi katta ustozlarni ko'rib, ular bilan birga ishlab qolganman. Umrimning eng chiroyli damlari ana shu insonlar bilan birga o'tgan. 70 yildan ortiq sahnada bo'lgan bo'lsam, shundan deyarli 30-40 yili ustozlarimiz bilan birga o'tgan. Ular bilan birgalikda dunyo klassik asarlarini birga ijro etganmiz. Ulardan o'rganganlarim yillar davomida dasturomal bo'lib xizmat qildi. Undan keyin og'ir kunlar bo'lib, birin-ketin ustozlarimiz olamdan o'tib ketishdi. Aktrisa oilasi haqida gapirishni unchalik xushlamaydi, ammo uning ham ko'p san'atkorlarga o'rnak bo'la oladigan go'zal oilasi bo'lgan. Turmush o'rtog'im san'atdan yiroq inson emas. Teatrimizning qurilishida ishtirok etgan. Keyinchalik muhandis sifatida ishdan olib qolishgan ekan. Har kungi grimxonamda ovqat paydo bo'lib qolardi. Bir kuni idishni olgani kirib qoldi. Shunda kimligini so'rab tanishib qolganman. Kunlarning birida uyingizga kuzatib qo'yay degan. Yo'lda suhbatlasha turib turmush qurish taklifini bildirgan. Keyin bilsam, onasining ismi ham Rixsixon bo'lgan. Bois menga bo'lakcha mehr qo'ygan ekan. Taqdir ekan. Dalilxon aka bilan oila qurdik. Yagona farzandimiz Adamxo'ja kompyuter muhandisligi sohasini tanladi. Oilali kelinim avvalgi uy vazifasi ko'rsatuvining boshlovchisi Hilolaxon. Bir nechta nabiralarning buvisiman. Turmush o'rtog'im 2004-yil yurak xurujidan vafot etgan. Chernobil AES halokati oqibatlarini bartaraf etishda madaniy xizmatlari bilan qatnashgan. 1111 kishilik san'atkorlar orasida aktrisa Rixsi Ibrohimova ham bor edi. Qaytgach nurlangani ma'lum bo'lib,
1987, 91, 87, 89, 91-yillar og'ir jarrohlik operatsiyalarini boshdan kechirgan. Bu halokatli yillar juda og'ir kechdi. Uning azobini tasvirlab bera olmayman. Oradan qancha yillar o'tgan bo'lsa-da, uning asorati haligacha seziladi. Mayli, bu ham peshonada bor ekan, nima ham qilardim, deydi aktrisa. U 1960-70 yillarda Xalq deputatlari tuman kengashi deputati bo'lgan. Teatr ijodkorlari uyushmasi va uning badiiy kengashi a'zosi, kasaba uyushmasi boshqaruv kengashi a'zosi, shahar xotin-qizlar nuroniy jamg'armasi kengashining byuro a'zosi sifatida ham faoliyat yuritgan. O'ylab qarasam, unda Finlandiya, Hindiston, Arabiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Qatar, Boshqar kabi dunyoning turli joylaridagi teatrlarda bosh qahramonlarni ijro etganmiz. Toshkentning chekkasida yashaydigan o'zbek xonandaning bir o'zbek qizi butun dunyo xalqlarining harakatlarini qanday olish kerakligini ustozlarimiz o'rgatib ketishgan. Hali shoh edib deysizmi yoki Angliya qirolichasi kabi qiyin xarakterli sahna asarlarida ham rollar ijro etganmiz. Moskvaga borganimda u yerdagilar ham O'zbekistondan yangi aktrisa chiqibdi deyishgan. Maqtanish bo'lmasin, o'sha paytlar Moskva jurnallarida rus tilida Qisi Ibrohimova degan yosh o'zbekistonlik talaba qizni imtihonsiz tayyor aktrisa sifatida qabul qildik. Mazmunidagi xabarlar rasmlari bilan birgalikda chiqqan. Shu bilan yulduz bo'lib ketdik. O'sha paytlarda SSR davrida teatrda biron yangilik bo'ladigan bo'lsa, Amir Temur haykalining yonida devoriy gazeta bo'lardi. O'sha yerda O'zbekistondagi hamma yangiliklar, yangi chiqqan san'atkorlar haqida yozib borishardi. Shu yerda men haqimda chiqqan xabarlarni muxlislar erinmasdan borib ko'rib, keyin kelib menga aytib berishardi. Men to'g'rimda 2 ta hujjatli film suratga olindi. Biri 80 yoshga yaqin paytimda, boshqasi 85 yoshni qarshi olganimda. Shuningdek, tavalludimning 85 yilligida men to'g'rimda kitob nashrdan chiqdi. Ushbu kitobning yaralish tarixi juda ham qiyin kechdi. Aslida o'zim haqimda kitob yozilishini xohlamaganman. Chunki yugur ishlari ko'p, buning dedim. Avvaliga bir qizimiz kitob yozish ishida boshlagan edi. Bu 20 yil avvalgi gaplar. Hammadan men haqimda so'rab intervyular olib yurdi. Kitob deyarli tayyor bo'lgan paytda uni chop etish uchun pul kerak bo'lib, butun yig'gan materiallari shundayligicha qolib ketdi. Undan keyin Toshpo'lat Tursunovich degan professorimiz men to'g'rimda kitob yozmoqchi ekanliklarini, shuning uchun boshqalarga buning uchun ruxsat bermay turishimni aytdilar. U kishi teatrdagi sahna asarlarimga ham taqriz yozib yurardilar. Ular bilan 1-2 marta shu bo'yicha suhbatlashdik. Keyin kutilmaganda qaysidir yurtga borib davolanib keladigan bo'lib qoldi u kishi. Yana boshlagan ish oxiriga yetkazilmay qolib ketdi. So'ng shu taklif bilan chiqqan oxirgi qizimiz professor Dilfuza Rahmatullayeva ruxsatimni olib, shu ishni o'zi tugallab qo'yishni aytdi. Yozish jarayonlari 2-3 yil vaqt talab qildi. Orada mening mazam bo'lmay, u aytgan maqola va rasmlarni unga olib bera olmay qoldim. O'zimga kelib yaxshilanganimdan keyin kerakli materiallarni olib bordim. Yana boshqa bir kitob yozishni ham boshlab qo'ygan ekan. Shunday bo'lsa ham 2 ta kitobni bir vaqtda yozib tugatib berdi. Shu qizimiz yaqin orada kitob taqdimoti o'tkazilishi kerak bo'lgan vaqtda esa to'satdan insult bo'lib 3 oy komada yotdi. Shu bilan taqdimot keyinroqqa yil oxirida ko'chirildi. Ammo taqdimot kuni shu qiz olamdan o'tib qoldi. Ruxsa opa, kitobingizni albatta yozib tugatamiz, nashrdan ham chiqaramiz, derdi Dilfuza qizim. Aytganini bajardi, yozib tugatdi, nashrdan chiqardi. Taqdimot kuni esa joni uzildi. 88 yoshga kirgan bo'lsam, hali Toshkentga birinchi tramvayimning kelganini eslayman. U paytlarda 3 yoshda bo'lganman nazarimda. Birinchi tramvay ishchilar shaharchasida Urda tomon harakatlangan. Unga rahmatli oyim bilan birga chiqqandik va juda ham hayratlangandik. Xorij davlatlarida biri Ozarbayjonda spektakl qo'yishimiz kerak edi. Unda bosh rolni ijro etadiganim bu yoqda oyim kasal bo'lib yotibdilar. Ahvollari og'ir bo'lgan. Katta opam shifokor edilar. Ular onamizning ahvollarini og'irligini, tez orada olamdan o'tishlari mumkinligini aytardilar. Spektakl ijrosiga bormayman desam, tez yetib borishim kerakligi haqida xat yuborishibdi. Majburman ketdim. Spektakldan so'ng uyga qaytib bordim. Otam Qur'on tilovat qilayotgan, onam qiynalib nafas olayotgan ekanlar. Onam meni ko'rganlaridan keyin jonlari uzildi. Hamma jim bo'lib qolgan. Dadam yig'lamanglar, onang qiynaladi deydilar. Bir ukam qo'yqqanidan narigi uyga chiqib ketdi. O'sha vaqtda kufrli bo'lsam ham bir narsani o'ylaganman. Sahnada o'lim sahnasida qanday o'ynalardi, haqiqiy hayotda boshqacha bo'lar ekan deb o'ylaganman.
Sahnada ijro etgan ko'p rollarim hayotimda qaytarilgan. Lekin hayotda hammasi sahnadagidek bo'lmas ekan. Haligi sahnada hayotdan ko'z yumgan insonni o'ziga kelishi, ko'zini ochishi uchun yuziga shapatilab baqirib yig'lashar, silkishalar faqat kinolarda bo'larkan. O'ylab ko'rsak, hushdan ketgan odamni urib siltalash chindan ham mantiqsiz ish. Bularni rejissyorlar bilishi, kinolarning hayotga chiqishi uchun real hayotni o'rganish kerak. To'g'ri, hamma aktyorlar ham yaxshi emasdir, lekin bu yerda hamma gap rejissyorlarda deb bilaman.